Noshukrlikni kelib chiqishi aslida o'zgalardagi, boshqa insonlardagi kichik ne'matlarni ko'rib, o'zidagi katta ne'matlarni ko'ra olmaganidan kelib chiqadi. Birovdagi bir arzimas ne'matni ko'radida, o'ziga Alloh taolo bergan qanchadan qancha katta ne'matlarni unutadi inson. Keyin nima bo'ladi? Keyin noshukrlik kelib chiqadi. O'zida yo'q ne'matlarni sanab yurgani holda o'zidagi ne'matlarni shukrini qilmaydi. Qaysidir ne'mat yo'q bo'lishi mumkin bizda, lekin qanchadan qancha ne'matlarimiz bor. Buni o'ylamaydi, buni tafakkur qilmaydi, buni hisoblamaydi, buni shukrini ado qilmaydi. Mana shu eng katta qanoatsizlik hisoblanadi. Inson mana shu balodan qutulish uchun nima qilish kerak? Ya'ni nima uchun bizda noshukrlik ko'payib ketyapti? Shukr emas, aslida ne'matlar ko'payyapti. Ne'matlar ko'paygandan keyin biz aslida shukrni ko'paytirishimiz kerak. Lekin nima uchun bizda noshukrlik ko'payib ketyapti? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadis shariflarida bir qoidalari bor. Mana shu qoidaga amal qilgan inson hech qachon noshukur bo'lmaydi. Balki shukrisi ziyoda bo'ladi, shukrni ko'paytiradi. Nimaga? Chunki payg'ambar alayhisalom muborak bir hadis shariflarda bizga ta'lim beradilarki, unzuru ila man huwa asfala minkum va la tanzuru ila man huwa fawqakum dedi. Qarang hadisga. Molu dunyoda o'zingizdan pastga qarang dedilar. Molu dunyoda, boylikda nima qiling? O'zingizdan pastroq kishilarga qarang. Va la tanzuru ila man huwa fawqakum, sizdan yuqoriroq, sizdan boyroq bo'lgan kishiga qaramang dedilar. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallohi. Ya'ni mana shu narsa Allohni sizga bergan ne'matini mensimaslikdan qaytaradi dedilar. Shunday qilishimiz, ya'ni mol va dunyoda, boylikda o'zimizdan kambag'alroq bo'lgan kishiga qarasak, yana ham shukrimiz ziyoda bo'ladi. Alloh menga shuncha ne'mat bergan ekan. O'zimizdan boyroqqa qarasakchi, unda qalbda noshukrlik bo'ladi. Allohga nisbatan, Allohni taqsimotiga nisbatan norozilik paydo bo'ladi. Nima uchun bunga berganda menga bermabdi degan da'vo bo'ladi. Va bu Allohning bergan ne'matlarini past sanashlik bo'ladi. Alloh saqlasin. Ana shuning uchun dunyo ishida o'zimizdan pastroqlarga qarashimiz kerak.